Barchaga assalomu alaykum. Birozdan so'ng bizning asosiy tadbirimiz boshlanadi. Bugun sizlar uchun juda ham qiziqarli gestni chaqirdik. Bular Hikmat Abdurahmonov, Tim universiteti asoschilaridan biri. Keling, ularni kutib olamiz. Birinchi men qilgan muvaffaqiyatim yaxshi insonga uylanganman. Qaysidir korxonada ishlab ko'rish juda foyda beradi. Tadbirkorlik rosa qiyin, lekin bilasizlarmi? Birinchi narsalardan biri siz bor ishlab turgan issiqqina ishingizdan ketib, bir narsa qilishga tayyor bo'lishingiz kerak. Bilaman, bu hozir moda emas, hali cringe deydi-ku, pul, mashina, boylik, ota-onalar investitsiyani uyiga, mashinaga qilsa, menda uni imkoniyati yo'q. Men faqat sizlarni bilimli investitsiya qila olaman. Bu universitetga 7 million dollar ishlatganman. Hali ham bir-birimizdan jonimizga tegmadikmi? Nahotki sani 20 shuncha yildan beri chidab yuribman. 4 yil bitta partada, bitta sinfda o'qigan yigit bilan biznes qilganman. Demak, hozir 29 yildan beri birgamiz. Endi bugungi mavzu menga iltimos qilishdiki, tadbirkorlik to'g'risida xatolar qilish bo'yicha umuman biznes bilmadim, endi qanchalik darajalarni bilmaymiz, shunga qarab o'zingizlar aytaverasizlar. Ilgari men bilan uchrashgan, muloqotda bo'lgan talabalar bormi? Qo'linglarni ko'taringlar agar qanchalik bir-birimizni tanimaymiz. Demak, hech kim tanimaydi. Yaxshi. Shunchalik foydali bo'ladi deb o'ylayman. O'zimni tanishtiraman unda. Xo'p, men Toshkentda o'qiganman, Diplomatiya universitetida bakalavriat, magistratura, keyin Buyuk Britaniyada yana bitta magistratura qilganman. Bakalavriatda iqtisod, keyin magistraturada xalqaro biznesda o'qiganman va qo'shimcha turli xil qo'shimcha ko'nikmalar va kurslardan o'tganman har xil mamlakatlarda. Qisqa muddatli dasturlarni juda ko'p qilganman. Biznes, tadbirkorlik, yetakchilik, xo'p, xalqaro biznes, bular hammasi menga qiziq mavzular va shu yo'nalishda professionalman desam bo'ladi. Hozirgi kunda menda ikkita asosiy yo'nalish bor. Aktiv ishlaydigan yo'nalishim universitet. Tim universitetini eshitganmisizlar? Qo'linglarni ko'taringlar, kim eshitgan? Kim eshitmagan? Кто не слышал про Tim universitet? Есть такие. O'ylaymanki, bugungi uchrashuvimizdan keyin hammanglar qanaqadir ma'lumot olasizlar. Universitet biza xususiy universitetlardan biri bo'lganmiz, endi ochilgan universitetlardan, ayniqsa biznes tadbirkorlik yo'nalishida. Bu universitetni ta'sischilari ko'p, bizlarning do'stlar 11 kishi universitetni ochganmiz. Chunki hammamiz shu oliy ta'limni mamlakatimizga, jamiyatimizga, yoshlarimizga va bizlarning bo'lajak ishchilarimizga desa bo'ladi, chunki o'zimizning kompaniyalar ham bor. Shu maqsadlarda ochganmiz. Undan tashqari asosiy biznes yo'nalishim taxminan 20 yil bo'ldi biznes bilan shug'ullanaman. O'zbekistonda, Xitoyda, keyin O'zbekiston bilan boshqa mamlakatlar orasida xalqaro biznes bilan, ya'ni savdo, O'zbekistonga import, eksport nimaligini bilasizlarmi? Import nimaligini, eksport nimaligini, shular bilan shug'ullanardim ko'p yil. Keyin moliya, lizing kompaniyalarimiz bor, mana ko'rsatilgan bu yerda va birinchilardan coworking markazlari ochganmiz. Coworking nimaligini bilasizlarmi? Ground Zero coworking markazlarining tarmog'ini biz ochganmiz. 2017-yildan boshlab bu yog'iga sekin-sekin shularni rivojlantirganmiz. Bu slaydda shu ko'rganinglardek ishlab turgan faoliyat kompaniyalari va bu slayd bu kompaniyalarni aynan bugungi mavzuga taalluqli yopilgan kompaniyalar yoki men ulushimni sotgan kompaniyalarim, bu kompaniyalar yoki vaqti bilan o'zini faoliyatidan, ya'ni tugash muddati kelgan, shunaqa biznesda ibora bor, hayot sikli deyiladi, ya'ni yashash muddati bor, biznesni yashash muddati. Xuddi odamlarning yashash muddati bo'lgandek, kompaniyalarning ham yashash muddati bor. Shu kompaniyalarning yashash muddati tugagan yoki qaysidir sherigim bizani ulushimizni sotib olish niyatida exit, ya'ni biznesda shunaqa ibora bor, exit qilganmiz. Va bular bizga ko'p dars va bilim bo'lgan. Bular to'g'risida ham gaplashishimiz mumkin kechroq. Va biznesdan tashqari yana jamoatchilik faoliyatlarini ham qilganmiz. Ya'ni bu non-profit deyiladi ingliz tilida, daromadga qaratilgan emas. Bu yo'nalishlarda ko'proq
oliy maqsad, jamiyatga foyda bo'lishi, qanaqadir odamlar bilan qiziqarli insonlar bilan tanishish, hobbi formatida jamoatchilik ishlarini ham ko'p qilganman. Toshkent shahrida bizneslarni birlashtirib, biznes uyushmaga birlashtirish va xalqaro, mana hozir ham bittasi ishlaydi. Mana global tadbirkorlik tarmog'i degan tashkilot bor. Biza O'zbekistondagi tadbirkorlarni dunyodagi tadbirkorlar bilan birlashtiramiz. Masalan, iyun oyida AQShga delegatsiya olib ketyapman. 10 kishi Indianapolis degan shu shahriga va shunaqa har xil tadbirlarga olib chiqib turamiz. Yaqinda undan oldin Avstraliyaga borgan edik, Yevropada. Umuman sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Agar bu to'g'risida ham savolinglar bo'lsa, men xursand bo'laman javob berishga. 50 dan ortiq mamlakatlarda bo'lib, 4 ta mamlakatlarda yashaganman. Umuman sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Bu hobbi sifatida mana odamlar aytadi-yu, hayotda nima qiziqishlaring bor deb. Men shu kitob o'qish, sayohat qilish menga rosa yoqadigan ishlar. Chunki insonlar bilan tanishasiz, yangiliklarni ko'rasiz, dunyoqarashingizni kengaytirasiz. Yaqinda butga qo'shib qo'ysam bo'lar ekan, yana bitta loyiha qilganmiz, media loyiha, fikr yetakchilari degan, u yerda intervyular qilamiz. Kimdir ko'rganmi, yo'qmi? Xo'p, kam. Demak, hali o'zimizdan ustimizda ishlashimiz kerak. Aslida u loyihamizda yosh kattaroq auditoriya, 30-40 yoshli odamlar, yoshlar ham bor. Jamiyatdagi qiziqarli mavzularda qiziqarli insonlar bilan har xil iqtisod, siyosat, falsafa, har xil savollarda intervyular olamiz. Maqsadimiz O'zbekistonni rivojlanishiga shu taraflama hissa qo'shish, ya'ni jamiyatni yaxshilanishiga shunaqa bir tanqidiy, qiziqarli intervyu formatida uchrashuvlar qilamiz. Xo'p, endi bu umumiy qanaqadir ma'lumot, men yig'gan tajriba to'g'risida qilgan biznes rezultatlarim desa bo'ladi. Ko'p uskunalar olib kelganmiz O'zbekistonga. Qurilish texnikalarini, ishlab chiqarish texnikalari taxminan agar shu 20 yil ichida aytsanglar, bir bilmadim, 5000 ta kompaniya bilan ishlagan bo'lsam kerak. Ya'ni ularni bizneslarini rivojlantirishda yordam berib, ularga qanaqadir xizmat ko'rsatish. Ya'ni O'zbekistondagi biznes hamjamiyatini men ancha yaxshi bilaman, har xil tarafidan. Ular bilan yoki ularga qanaqadir ishlab chiqarish yo'nalishida, xizmat sohasida yordam bergan bo'lishimiz mumkin. Yoki ular bilan har xil networking tadbirlarini qilganda ko'p uchrashamiz. Umuman biznesmenlar bilan ishlashni yaxshi ko'ramiz. Ularni tafakkurini rivojlantirish, ularni savollariga javob berish, ular bilan birgalikda rivojlantirishga harakat qilamiz. Xo'p, men o'zi bugun aytmoqchi edimki, ko'proq sizlardan savol kutaman. Xo'p, qanchalik sizlar faol bo'lsanglar, shunchalik menimcha suhbatimiz qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki meni leksiyalarim ko'p, materiallarim ko'p, lekin bu monologga aylanib qolmasligi uchun ko'proq sizlarning savolinglardan kelib chiqib javob berishga harakat qilaman. Plus qaysi darajada gaplashishni sizlar menga aytishingiz kerak-da. Biznesni qanchalik murakkab mavzularga gaplashamizmi, yengilroq mavzularga gaplashamizmi? U narsa ham sizlardan indikator qilib olaman. Boshqa ishlardan tashqari dars ham beraman. Universitetimizda 3-kursda 2 ta fanni men o'zim tanlaganman. Amaliyot qismida bu tadbirkorona fikrlash, entrepreneurial mindset ingliz tilida va xalqaro biznes strategiyalar, ya'ni international business strategies. Bu fanlarni men amaliyotdan bilganim uchun tadbirkorlarni qanaqa fikrlashini bilaman, o'zim ham tadbirkorman. Plus xalqaro biznes, O'zbekistonni boshqa dunyo bilan bog'laydigan narsalarni ancha puxta bilaman deb o'ylayman va mana shu dars berish metodikam case'lar yozish. Case nimaligini bilasizlar? Ko'pchiliginglar case'lar bilan ishlaganmisizlar? Ha, yo'q, qo'linglarni ko'taringlar. Kim case study'ni biladi? Case study bitta, 2 ta qo'l, 3 ta qo'l. Ya'ni bu nima degani? Siz kompaniyani olasiz va bu kompaniyani asosida qaysidir mavzuni o'rganasiz. Ya'ni odatda nazariyadan amaliyotga o'tiladi-yu, ya'ni bir narsa kitob o'qiysiz, keyin uni qo'llashga harakat qilasiz, to'g'rimi? Ko'pchilik olimlar, tadqiqotchilar shu narsani tasdiqlashdiki, teskarisi yaxshiroq ishlaydi. Birinchi amaliyotni qilasiz, amaliy misolni olasiz, amaliy misol asosida keyin nazariyani tushuntirasiz. Bu mana mashina haydashda qanaqa oson yo'li? Borib turib imtihon topshirib, keyin rulga o'tirgan osonmi yoki rulga o'tirib tushunib olib, keyin amaliyotni qilish? Ya'ni mashina qanaqa yurishini siz rulga o'tirganda faqat bila olasizda. Albatta nazariyani ham juda muhim o'rganish, lekin
amaliyot ayniqsa bizani hayotda O'zbekistonda juda muhim. Shuning uchun men bir taxminan 15 ta 20 ta кейsim bor, o'zim ishlab chiqqanman. Bilgan do'stlarim, biznes egalari, mana shu kompaniyalarni ko'pisi, bundan tashqari boshqa keyslar ishlab chiqarish, restoranniy biznes, ta'lim, eksport, import, chet el kompaniyalari O'zbekistonga kelib qaysidir biznesni sotib olgan. Masalan, OLX bilasizlar? OLX kompaniyasi oldin qanaqa nomlangan? Kim biladi? Torg.uz eshitganmisizlar? Bu yangi avlodda, sizlar bilmaysizlar. Bizda oldin Torg.uz bilardik, OLX hech kim bilmasdi. Masalan, OLX bu Janubiy Afrikani katta gigant kompaniyasi, korporatsiyasi. Juda ko'p milliardli katta kompaniya. O'sha kompaniya O'zbekistonga kelib, Torg.uz'ni sotib olishgan. Torg.uz'ni yaratgan odam bizning o'rtog'imiz Vyacheslav Kan degan bola. Men o'sha Vyacheslavdan intervyu qilganman. Ya'ni bir necha soat ichida unga savollar berganman-da, biznesni qanaqa sotgansan, qanaqa tuzgansan, nima qiyinchiliklardan o'tgansan, muammolar tug'ilganda qanaqa hal qilgansan, shu OLX kompaniyasi sendan sotib olishga qancha pul taklif qilgan, rozi bo'lganmisan, nima qiyinchiliklarga duch kelgansan deb mana shunaqa savol yig'asiz. Ya'ni men tushuntirib beraman, keys qanaqa yig'ganman. Mana shunaqa qilib OLX keysini yaratganman. 3 betli keys, uni yozib va shu asosida dars beramiz universitetda, Tim universitetida. Shunga o'xshagan, masalan, British School bilasizlarmi? Britanskiy maktabmi? Britanskiy maktab ham bu yerga kelganda North Anglia degan kompaniya bor, xalqaro. Ularning bir 60 ta 70 ta filiali bor dunyo bo'yicha. Ular ham O'zbekistonga kirishgan. Va bu ham xalqaro, endi ingliz tilida M&A deydi, ya'ni merger and acquisitions deyiladi, ya'ni слияние и поглощение rus tilida. Biznesda shunaqa ibora bor. Ayniqsa xalqaro biznesga qiziqqanlar bilish kerak. Xalqaro biznesga qiziqqanlar ko'pmi bu auditoriyada? Xalqaro biznes nima degani o'zi? Shundan boshlaylik. Marhamat. Nima tushunasiz xalqaro biznes deganda? Boshqa davlatlarda ham xizmat ko'rsatishdi, faqat lokal emas. Ya'ni siz O'zbekistonlik tadbirkor boshqa mamlakatlarda ham biznes qilsangiz, bu xalqaro biznes. Yaxshi, yana qanaqa misollarni keltira olasizlar? Agar men game prilojiga chiqarsam, nega chiqsa, xalqaro global biznes hisoblanadi. Mana juda yaxshi misol, ya'ni siz O'zbekistonda turib, qanaqadir ilova yaratdingiz, application yaratdingiz va uni boshqa dunyodan kimdir download qilyapti. To'g'ri, bu ham xalqaro biznesga kirish deyiladi. Chunki siz shu payt siz eksport qilasizmi, import qilasizmi? Import. Yo'q, eksport qilasiz. Ya'ni siz boshqa mamlakatga xizmat sotib olasiz va u kompaniya sizga valyuta to'layapti. Tushunasizmi? Mana bu xalqaro biznesni misollari. Chunki xalqaro biznes deganda juda qanaqadir umumiy tushunchada, lekin uning ichida juda ko'p bilimlari bor. Mana siz franshiza dedingiz, a? Franshiza so'zini eshitganmisizlar? Nima degani? Bitta kompaniyani sotib olish, sotib olib kirg'izish. Yo'q, aniqlashtiringlar, marhamat. Bitta kompaniyaning nomi bilan sistemasini sotib olib, o'sha bo'yicha ish boshlash. To'g'ri. Ya'ni siz qaysidir kompaniyadan lisens sotib olasiz, litsenziya sotib olasiz va mualliflik huquqlarini olasiz. Ya'ni bu ingliz tilida intellectual property rights deyiladi. Intellektualniy pravo собственности. Va siz u mamlakatni mahsulotini, xizmatini olib turib, qaysidir territoriyada vakiliga aylanasiz. Va bu ularga pul to'laysizmi yo ular sizga pul to'laydimi? Ular sizga pul to'laydimi? Siz unga pul to'laysiz. Nima deyiladi o'sha pul to'lash? Fee. Fee deyiladi. Yo'q, uni maxsus iborasi bor-da. Royalty, eshitganmisizlar shu iborani? Royalty degan ibora. Ya'ni siz u kompaniyani brendini, logotipini, texnologiyasini mana bular aytdilar-yu, qanaqadir best practice'larni, yechimlarini ishlatganingiz uchun ularga komissiya to'laysiz. Komissiyani ikki xil bo'ladi. Bir martalik to'lash bor, keyin har kuni qilgan savdoyingizdan ma'lum bir foizini to'lashingiz mumkin. Bu mana xalqaro biznesni misollari va juda ko'p nyuanslari bor. Biz Tim universitetida shu narsalarni o'rgatamiz. Bizda 3 ta fakultet bor. Bittasi xalqaro biznes, eng mashhur fakultetimiz negadir xalqaro biznes, hamma shunga kirgisi keladi. Ikkinchisi digital innovation, ya'ni IT business deganga o'xshagan va uchinchisi marketing yo'nalishi. Shu yo'nalishlarda biz bilim beramiz va amaliyotga asoslanib. Ya'ni mana hozir sizga gapirayotgan gaplarimni men qayerdan bilaman?
Chunki shularni ichida yurganman, o'rganganman va amaliyotda qilganmiz. Shuning uchun bizani domlalarimiz biza talabalar bilan gaplashganda qaysidir kitobdan faqat aytib bermaymiz, o'zimizni tajribamizdan kelib chiqib aytib beramiz. Shunga mana biza mana shunaqa qilib kichkina auditoriyalarda o'tirib, ana butik biza yaxshi ko'ramiz, kichkina auditoriyalarda 10 ta 15 ta odam bilan yuzma-yuz muloqotda bo'lishga harakat qilamiz. Qavatda 100 kishi emas, 15 ta 20 ta talaba bilan tet-a-tet gaplashishga harakat qilib, mana shunaqa formatda dars beramiz. Bu dars berishimga уже mana 4 yil bo'lyapti. Undan oldin boshqa universitetlarda ham ozgina dars berganman. Shunga qanaqadir intilish bo'lgani uchun universitetni ochganmiz. Xo'p, endi bizada savol berishingiz mumkin. Faqat bakalavriatmi universitetda deb, yo'q, biza biznes egalariga dars beramiz. Nafaqat yoshlarga dars beramiz, biza top menejerlarga ham, biznes egalariga ham dars beramiz. Bizada Buyuk Britaniyani dasturi bakalavriatda va Polshani MBA dasturi bor bizada. MBA nimaligini eshitganmisizlar? Nima degani? Master of Business Administration. Bizada Executive MBA. Bu nima degani? 18 oy, qisqa emas. Lekin modulning. Va bizada katta kompaniyani egalari dars o'tadi. Ular oyiga 4 kunga keladi. Payshanba, juma, shanba, yakshanba o'qib ketishadi. Va Polshadan, Belarusdan, Rossiyadan, Ukrainadan, Yevropadan professorlar kelib, bular bilan muloqotda bo'ladi. Bu darsimiz rus tilida, bakalavriatimiz ingliz tilida. Endi orada universitet to'g'risida ham ma'lumot berib ketyapman, чтобы sizlarda tushuncha bo'lish uchun. Xo'p, endi bularni menimcha skip qilsam bo'ladi. Dunyoda har xil universitetlar bor. Bizga o'xshagan universitetlar mana bularga qaraganmiz, bulardan o'rganganmiz. Masalan, Amerikada Babson College degan bor. U ham kichkina universitet, lekin tadbirkorlik yo'nalishida birinchi o'rinlardan Amerikada. Bizda ham shularga o'xshab, endi mana Moskvada Skolkovo bor, keyin shunga o'xshagan mana har xil mamlakatlar, qo'shni mamlakatlarda universitetlar bor. Umuman universitetni ochishdan oldin taxminan bir 30 ta 40 ta universitetga shaxsan sherigim bilan shu biz asoschi bo'lganmiz. Birinchi tashabbuskor ko'p sayohat qilganmiz. 3 yil taxminan vaqtimiz ketgan. Shularni o'rganib, keyin O'zbekistonda universitet ochganmiz. Birdaniga hujjatlarni topshirib emas, ko'p buni tadqiqot qilib o'rganib, chunki tajriba yo'q bo'lmagan. O'zbekistonda yaxshi universitetda o'zi bo'lmagan, kimdan misol olishni bilmaganmiz. Shuning uchun sayohat qilganmiz. MDH, Yevropa, Janub-Sharqiy Osiyo, Amerika va hokazo. Litsenziya oldik va mana hukumat qarori bor. Bu ya'ni bizning universitetni ochilishi bo'yicha hukumat alohida qarori chiqqan va keyin bizga litsenziya berilgan. Endi bu universitetda kimlar ishlaydi, kim asos solgan desa, mana men shu rasmni ko'rsatardim. Bu insonlarni bilmadim, bilasizlarmi, yo'qmi? Taniysizlarmi? Qaysidir odamlar, Zafar akani taniysizlar, to'g'rimi? Zafar akani tanimaydigan odam yo'q O'zbekistonda. Anvar akani taniysizlar. Endi brendlarini bilasizlar. Misol uchun Universal Bank, Capital Bank, Uzum, Ipoteka Bank, Arzon Apteka, yana nima? Ground Zero va shunga o'xshagan kompaniyaning asoschilari va rahbarlari bizning universitetning ta'sischisi. Ya'ni universitet orqasida kim turibdi desanglar, shu kompaniyaning brendlari. Shuning uchun biz ular bilan stajirovkalar qilamiz. Har xil o'tga talabalarimiz, bitiruvchilarimiz o'sha yoqqa borib ishlashi mumkin. Umuman biznes hamjamiyat bilan, O'zbekistondagi biznes hamjamiyat bilan aloqalarimiz juda ham rivojlangan. Endi bu odamlar so'rashingiz mumkin, ta'lim to'g'risida nima biladi deb. Albatta ular o'zligi bitirgan qachondir universitetlarni O'zbekistonda yoki boshqa dunyoda. Aynan ta'limni tushunadigan odamlarni biz tashqaridan olib kelganmiz va mana bu insonlar ta'limga bevosita aloqasi bor. Kimdir 10 yil, kimdir 20 yil, kimdir 30 yil har xil universitetlarda yo dars bergan yoki o'sha rahbari bo'lgan, rektorlari bo'lgan insonlar. Bizda Vasiliy kengashi bor. Eshitganmisizlar nimaligini? Vasiliy kengashi. Ya'ni ular byudjet tasdiqlash, strategiyasini yozishda shu insonlar bizning universitetni boshqaradi. Mana bu demak, bu odamlar mana professor Andrew Bachtel, Stanfordda ishlagan, o'qigan, Garvardda bitirgan o'zi. Bu odam mana Skolkovaning rektori bo'lgan va hokazo. Bu odamlar ham mana kuchli yuristlar, moliyachilar.
va bu haligi men aytgan universitetni ta'sischilarini kompaniyalar. Dodo Pizza, Uzum, mana bu kompaniyalar, Capital Bank va так далее. Qaysidir birlar tanishmisizlar? Yo'q. Xizmatlaridan foydalangan bo'lishinglar mumkin. Endi bu umumiy ma'lumotni ham berib ketyapman. Orada endi qaytib o'zimizni anaqaga qaytamiz. Men asosiy mavzuyimiz biznesda endi bu slayd davomini yana qilishimiz mumkin. Hozirgi taklifim shu savollarga o'tsak, mana savollarga o'tishdan oldin menimcha juda muhim narsa, tadbirkor, kim tadbirkor bo'lmoqchi bo'lsa, o'zi tadbirkor bo'lmoqchi bo'lganlar bormi auditoriyada? Qani iltimos ko'rsatinglar. Hamma bo'lishi mumkin emas. Shuncha odam tadbirkor bo'lmoqchimi? Tadbirkorlik rosa qiyin, lekin bilasizlarmi? 24 ga 7 ishlashga tayyor bo'lishinglar kerak. Hech kim jadvalga qaramaydi. Ko'p yil davomida pulinglar yetmasligi mumkin, chunki bor topganinglar o'sha yoqqa ketaveradi. Nahotki sizlarga shu hayot kerak? Kerakmi yo'qmi? Endi mana shu masalada yana batafsilroq gaplashsak bo'ladi. Xato qilish mavzusi. Men aytmoqchimanki, tadbirkor uchun xato qilish bu kundalik hayot. To'g'risi, bu qanaqadir balandparvoz gap emas. Har kuni siz o'zingizni mahsulotingiz ustida ishlasangiz, har kuni siz unda ko'rasiz bir narsa ishlamay turgan bo'ladi. Kompaniyami, servismi, prilojeniyami, startapmi. Shuning uchun sizlar muvaffaqiyatga erishish uchun, ya'ni o'sha kompaniyani sotish yoki o'sha kompaniyani misol uchun daromadga olib chiqish uchun yillar davomida xatolarga munosabatinglarni o'zgartirishingiz kerak. Xato bu qaysidir sizlarga prosta indikator. Sizlar to'g'ri ketyapsizlarmi, yo'qmi? Shunga qarab to'g'rilab ketaverasizlar kursinglarni. Shunaqa munosabatda bo'lsanglar, o'zinglar ham, jamoa a'zosi ham tezroq o'zinglarning maqsadingizga erishasizlar. Bu meni shaxsiy tajribamdan aytishim mumkinki, masalan, o'sha Xitoyga ketganimizda misol keltiraman. Mana shu yerda ishlab turgan ikkita do'stim, bittasi bankir bo'lgan, ikkinchisi tashqi ishlar vazirligida ishlagan. Men Buyuk Britaniyada o'qishlarimni bitirgandan keyin kelib shu Xitoy bilan ish qilishni taklif qilganman-da. Va bu bolalar ham menga o'xshab tashab keyingi haftasiga bir ikki haftaning ichida ketishga tayyor bo'lishgan. Bu birinchi narsalardan biri. Siz bor ishlab turgan issiqqina ishingizdan ketib bir narsa qilishga tayyor bo'lishingiz kerak. Va mavhumlik, ya'ni noaniqlik juda ko'p tadbirkorlikning boshida. Shu birinchi kontraktlar qilishimizgacha taxminan 1 yil vaqt o'tgan. Ya'ni 1 yil ichida bizda shartnoma bo'lmagan, bor pulimizni shu narsaga ishlatganmiz va hech kim kafillik bermagan bu narsa o'xshashiga. Juda muhim narsa. Lekin siz shu yo'lga kirganingizdan keyin qiziqasiz, maza qilasiz, chunki yengillik. O'zingiz qaysidir misol uchun tayyor korxonada ishlash emas, o'zingizga bog'liq tadqiqot qilasiz har kuni. Bozorga chiqasizda, xaridor bilan gaplashasiz, fikrini olasiz xizmatingiz to'g'risida. U feedbacklar beradi. Har kuni feedbacklarni yig'ib, produktingizni doimiy ravishda o'zgartirishga tayyor bo'lishingiz kerak. Bu tadbirkorlik yo'li. Juda zo'r, zavqli, lekin hammaga ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun karyera qurish bo'yicha ham xolisiylik gaplashamiz. Meni tavsiyam, hamma ham birdaniga tadbirkor bo'lish shart emas. Qaysidir korxonada ishlab ko'rish juda foyda beradi. Chunki siz ularni o'sha korxona ish beruvchini hisobiga ko'p narsani o'rganib, keyin parallel ravishda hobbi sifatida biznes boshlashingiz mumkin. Va keyin sekin-sekin o'sha biznesga to'liq o'tishingiz mumkin. Bu menimcha yoshlarga ayniqsa tavsiya, chunki siz xalqaro kompaniyada ishlab ko'rsangiz yoki boshqacha qanaqadir davlat yoki xususiy strukturada ishlab ko'rsangiz, o'tdan keyin biznesga chiqish xavfsizroq deb o'ylayman. Biz endi u payt bizga tavsiya beradigan odam bo'lmagan bo'lishi mumkin. O'zimizning yo'limiz bilan boshlaganmiz. Omadimiz kelgan, o'sha 1 yil ichida viable product deydi-yu, eshitganmisizlar MVP nimaligini? MVP, ya'ni biz minimum viable productni yarata olganmiz, MVP ni. Va o'sha MVP keyin daromadga tez chiqqan 1 yil ichida. Bu juda muhim narsa. Birinchi savol. Nega aynan jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetini boshlagansiz, o'qishga kirgansiz o'sha yerga? Baribir boshida maqsad предприниматель, ya'ni biznesmen bo'lish bo'lmagandir. Qarang Ahmad, 97-yilga qaytsak, 1997-yil.
unchalik ko'p option bo'lmaganda, variant bo'lmagan. Ham nima desam bo'ladi, bu yerda bir ozgina omadim kelgan, chunki adamlarning ishxonasi shu diplomatiya universitetining ro'parasida bo'lgan. Bu narsa hayotga qaytsak, ko'pincha kimdir bizga tavsiya qiladi. Ayniqsa men hozir sizga aytaman, 16 yosh edim. Universitetga kirganimda, birinchi kursida 16 yoshli bolaman. Endi bu yerda auditoriyada tushunishim bo'yicha taxminan shunaqa yoshdagilar ham bor, sal kattaroq bolalar ham bor. Va bu yoshlarda ancha imkoniyat ko'p. Internet, Telegram, bilmadim, 50 dan ortiq xususiy va xalqaro universitetlar O'zbekistonning o'zida. Bularda variant juda ko'p. Biz 97-yilga qaytsak, internet yo'q, hech narsa yo'q. Faqat o'zimizning kichkina qobiqda meni omadim kelgan, chunki odamlar o'sha yerda turib aytganlarki, o'g'lim shunaqa yaxshi universitet bor ekan, ishxonam ro'parasida. Hamma chiroyli kostyum shimlarda kirib chiqyapti. Domlalar ham yaxshi ekan, shu yerga topshirsak-chi deganlar. Va shu bilan boshlanib ketgan. Endi orzu havas to'g'risida gapirsa, birinchi karyera to'g'risida gapirsa, aytganingizdek, o'sha diplomatiya universitetiga kirganda men ham albatta qanaqadir shu xalqaro diplomat, elchi shunaqa narsaga qiziqish bo'lsa kerak deganman. Chunki oddiy narsa, yoshlar hamma shunaqa bo'ladi. Havasdan boshlanadi-yu. Oldingizda o'tirgan odam chiroyli kiyingan bo'lsa, chet tillarda gapirsa, qanaqadir ruchkasi chiroyli bo'lsa yoki qaysidir chiroyli mamlakat to'g'risida gapirib bersa, qiziqamiz-da shu narsaga. Shunga menda qiziqish tashqi dunyoga bo'lgan. Tashqi dunyoda shuncha narsa bor ekan deb, nimagaki birinchi kursda universitetimiz Londonga vizit qilganda, biza bir 15 ta talaba Londonga borganmiz 16 yoshimda. Hech qachon esimdan chiqmaydi. Bitta eng katta ta'sirot men uchun samolyot qo'nishga ketadi-yu. Samolyot qo'nishga ketganda illyuminatordan men kechki Londonni ko'rganman-da. Va kechki London shunaqangi yorug' bo'lgan, men hayron qolganman. Nahotki shunaqa shaharlar bo'ladi deb-da. Shunchalik chiroyli. Shunga meni qiziqishim mana shu tashqi dunyoga bo'lgan. Keyin o'sha xalqaro iqtisodiy munosabatlardan keyin magistraturani xalqaro biznesda qilib, biznesga o'tib ketganman. Zo'r. Buyuk Britaniyada o'qigansiz. O'sha paytda intervyulardan birida aytgansiz, 50% mi, 60% kursdoshlaringiz xitoyliklar bo'lgan. Aynan katta zavodlarning egalarining bolalari. Shuni haqida bitta aytib bersangiz bolalarga. Menda Xitoy bo'yicha ikkita ta'sirot bo'lgan. Bittasi 22 yoshlarimda, 22 yosh edim. U magistraturadan oldin. Mendan katta akam, 10 yosh katta, yo'q, 13 yosh kattalar mendan. Ular birinchi oilamizda biznes qilgan odam-da. Yana o'sha qaytadigan bo'lsak, 90-yillarning boshida mamlakatda imkoniyat unchalik katta emas, qiladigan ishlar ko'p emas, hamma davlat ishida ishlaydi deb o'ylaganda, chunki xususiy sektor bo'lmagan. Bu yoshlarni tarix bilishi muhimligi, iqtisodiyotimizning tarixini bilishi muhim. Qayerdan kelganmiz? Davlat Sovet ittifoqida faqat ish beruvchi davlat bo'lganda, yo vazirlik, yo idora, korxona bo'lsa ham davlat korxonasi bo'lgan. Meni akam o'shanda aytganligi, yo'q, menga bu qiziq emas, men biznes qilaman deb oilamizda birinchi chiqib ketganlar. Va yaxshi rivojlanib ketganlardan keyin, lekin til bilmasdilar, ingliz tilini. Men aytganmanki, aka, men sizga tarjimon bo'lib chet elga chiqsam maylimi deganimda, shu sumkalarni ko'tarib yurish, tarjima qilish, oddiy qanaqadir funksiyalar bilan borganman. Birinchi safarga chiqqanimiz Istanbul bo'lgan, chunki ular u yoqdan anaqalar qurilish materiallarini olib kelardilar. Keyin Xitoyga chiqqanmiz. Guangzhou degan shaharga borib qolganimizda shunaqangi katta, ta'sirotli ko'rgazma dunyosi tasavvur qiling. Mana shunaqangi katta exposition deydi, ya'ni ko'rgazmalarki haftalab yursangiz bo'ladi, oylab yursangiz bo'ladi. Bu menda ichkaridan intuitiv biznes imkoniyatlar shu yerda ko'p ekan degan xulosaga kelganman. Bu bir. Ikkinchi katta xulosa, 2005-2006-yil Buyuk Britaniyaga borganman. Orada 2 yil o'tibdi bor yo'g'i. Bu 2003-2004 bo'layotgan narsa. Xitoy Buyuk Britaniyaga borsam, endi biznesga o'qiganman va biznes yo'nalishida mana siz ko'pchiliginglar hali chet elga chiqqaninglarda ko'rasizlar, finansga, ekonomikaga va biznesga kim o'qiydi degan savol. Aksariyat o'qiydiganlar Osiyoliklar. Mana bu narsaga hali ko'rasizlar hayotingizda. Hindistonliklar va Xitoyliklar. Menda fakultetda 50-60 ta odam bo'lgan bo'lsa, yarmidan ko'pi bu Xitoy, endi ular mamlaqa derdi, mainland China deydi, ya'ni bilasizlarmi nimaligini? Mainland China, ya'ni asosiy materikoviy Xitoy deydi. Tayvan bor, Gonkong bor.
Shu ular Gonkongdagilarni san Xitoylimisan desam, yo'q, men Gonkongliman deydi. Bo'lmasam u ham Xitoy bir qismi hisoblanadi. Xullas shularni hammasini qo'shsangiz 50-60% insonlar Xitoylik bo'lgan. Bo'lmasam Shotlandiyaning kichkina shahrida St. Andrews degan 16 minglik kichkina shaharcha. Va boshqa fakultetlarga borsangiz, xalqaro munosabatlar, misol uchun fizika, kimyo, o'tda chet Xitoyliklar yo'q. O'shanda menda shunaqa xulosa bo'lganki, o'zimga savol berganman, Hikmat, nimaga Xitoylik buncha ko'p? Keyin albatta tanishasiz-ku, qizlar, bolalar tanishganingizda nima ish qilasan, adang kim, obang kim deb so'rasangiz, mani onam korobka fabrikasining egasi, bittasi mani adam ruchka chiqarish zavodini egasi yoki direktori. Mana shunaqada, xohlagan narsangizni ishlab chiqarish. O'shaning uchun Xitoyni katta sex deydi-yu, katta ishlab chiqarish sexi. Shuni bolalari borib turib o'qigan va qanaqa rejalaring keyin, balkim qolarsan shu yerda Yevropada desam, yo'q, men borib adamga yordam beraman, amakimga yordam beraman. Hammasi qaytib o'sha yerda ishlab chiqarish rivojlantiraman degan fikr bilan aytgan. Shu joyda menda qanaqadir aha moment deydi-yu ingliz tilida. Qanaqadir demak ilhom kelganki, demak bu yerda bir narsa bor. Bular qaytib ketyapti, demak u yerda biznes rivojlanyapti. Va menda ham o'sha yerda imkoniyatlar bo'lsa kerak deganman. Va albatta yana bir g'oya bo'lganki, O'zbekistonga qaytish, biznes g'oyasiz qaytish g'alati bo'ladi menga. Men shuncha o'qidim, shuncha pulim ketdi, shuncha meni uydagilarim kutuvlari bor. Katta ambitsiozni proyekt qilaman deganman-da, juda katta proyekt qilaman deb o'zimga va'da berganman va shuni hisobiga Xitoydan boshlaganman. Va vaqt ko'rsatganki, to'g'ri qaror bo'lgan. Zo'r. Keyin Xitoyga borgansiz. Xitoyda shu intervyulardan birida aytgansiz, 6 oy davomida buyurtma bo'lmagan. O'sha paytda taslim bo'lmaslikka nima qaror qilgansiz? Taslim bo'lmagansiz. Endi bilasizmi, menimcha har birimizda shunaqa narsa bor. Yoshlikdan mana nimaga bizni ota-ona sifatida hozir yoki sizlarning ota-onanglar nimaga sizlarga aytadiki, sportga boringlar deydi. Ko'pchilikda bormi shu narsa? Sportga bor, suzishga bor, futbolga bor yoki qanaqadir ijodga aytishadimi? Pianino o'yna, musiqada, skripkada chal. Qarangki, bu yerda shunaqangi qiziq parallel bor ekanki, inson hayotida yoshlikdan sport bilan shug'ullansa yoki ijod bilan shug'ullansa, ingliz tilida persistence deydi, ya'ni bir narsani ustida oxirgacha yetish ko'nikmasi rivojlantiradi. Agar yoshlikdan biz sport bilan shug'ullanmasak, skripka chalmasak yoki qanaqadir rubob chalmasak, qiynalmasak, tez trekdan chiqib ketish, ya'ni ketayotgan yo'limizdan tez chalg'ib qolish bizda har bir insonga bu xususiyatimizda bor bu narsa. Lekin sport o'sha bizda uzoq muddatli katta marafon deyishadi-yu, yugurishga yoki mana shunaqa hayotda qiyinchilikka intilishga bizda skill, ya'ni qanaqadir ko'nikma rivojlanadi. Manda endi sizning savolingizga javob bersa, sportga yoshlikdan qiziqish bor. Haligacha men har kuni 10 ming qadam yurmasam joyimda o'tira olmayman deb qanaqadir o'zimga shu KPI'lar qo'yganman. Sport, tennis, mana bu yoqqa kelishdan oldin har yakshanba 3 soat tennis o'ynaymiz. Ya'ni men shu narsani ko'rganmanki, hayotda o'zingizni badaningizga va miyangizga vazifalar qo'ymasangiz, erinib qolasiz va biznesda ham yoki asosiy professiyangizda ham yutuqqa erisha olmaysiz. Shuning uchun menda shunaqa narsa bo'lganki, bu уже qanaqadir skill bo'lganda ko'nikma. Boshqa odamlarni suvni ichiga sakrab nafasni bekitasiz, shunaqa o'ynardik-ku yoshlikdan. Shu narsaga o'xshash narsa-da. Qolgan odamlar distansiyadan chiqib ketsa, men aytganmanki o'zimga, yo'q, men oxirgacha boraman. 1 oy yo'q, 2 oy yo'q zakaz, 3 oy yo'q. Men endi o'zimni pulim bo'yicha zapasim o'sha 7-8 oyga yetardi. Lekin ishtiyoq nuqtai nazardan bilan o'ylaymanki, yana 1,5 yil meni anaqam bor edi. Nima deydi? Sabrim shunga yetardi. Shu, ya'ni sizning savolingizga javob bersa, menimcha juda ham muhim bir narsaga erishishdan oldin mana shunaqa sizda sabr bo'lishi, uni sportdan olish mumkin, ijoddan olish mumkin, kitob o'qishdan olish mumkin. Qanchalik kitob o'qiysizlar? Bilaman, bu hozir moda emas, hali cringe deydi-yu, qanaqadirda kitob o'qish. Lekin kitob o'qish xuddi shunaqa skillni rivojlantiradi va siz ma'lum bir oqim holatiga tushasiz. Eshitganmisizlar shunaqa состояние потока deydi. Keyingi savolingizga o'tishdan oldin bitta tadqiqotda aytib bermoqchiman. Bu tadqiqot realni Amerika universitetlarida o'tkazilgan, anaqa deyiladi.
marshmallow exercise eshitganmisizlar? Demak, ikkita bolaga shirinlik berishgan va bu shirinlikni kim yesa olib ketdi endi yosh bola, hamma yegisi keladi. Lekin aytishgan, agar sen shu narsani yemasang, men senga ma'lum bir vaqtdan keyin yana marshmallow beraman, ya'ni shirinlik beraman degan. Va shunaqa tadqiqot qilib, bir nechta 100 bolani o'nlab yil davomida tahlil qilishgan. Va qarangki, o'sha shirinlikni yemasdan uni saqlab, ertasiga yana olib, shunaqa bo'lgan yoshlar keyin hayotida ko'proq yutuqqa erishgan ekan. Shu narsa, bu hayotda ham narsa borki, shu birdaniga bir narsa bizada pul, mashina, boylik yoki qanaqadir narsani biz birdaniga olib bo'shashib qolsak, bu bizani keyingi hayotimizda katta yutuqlarga erishishdan to'xtatib qo'yadi. Negaki, bizani maishiy hayot bilan relax qilib qo'yadi. O'shaning uchun menimcha juda muhim narsa azizgina chanqoqlik turish kerak har doim. Ovqat yeyotganda ham kamroq yeb, fit turish, doimiy ravishda shu narsaga ishonaman. Zo'r. O'zi har qanday biznesda o'samiz, tushamiz. Shuning uchun o'sha odam biznesmenda. Karantin boshlangan. Karantin ham juda ko'p kompaniyalarga inqiroz olib kelgan, o'quv markazlariga ham. Sizni ham sohangizda. Siz qanaqa preodolet qilgansiz o'sha momentlarni, imенно karantin paytida? Karantin Covid paytida menga juda katta challenge, chaqiriq, испытание deymiz bo'lgan hayotimda. Chunki qizig'i eng qiyin deganim sababi, chunki men уже 25 yoshli bola emasman. 40 yoshli insonman, 39-40 yoshli insonman. Va hayotimda уже menda ma'lum bir yutuqlar bor, ya'ni uyim bor, mashinam bor, qanaqadir yig'ib qo'ygan pullarim bor, kompaniyalarim bor. Bu holatda odam haliga aytgandek yumshab qolish yoki abolar menga yetar degan narsa bor-da. Pikida shunaqa bo'lganki, bizning texnikalarimiz skladda qolib ketgan. Lockdown, yarim yil chiqib bo'lmaydi, bir narsa qilib bo'lmaydi, rejalar bo'lmaydi. Ertaga nima bo'lishini bilmaysiz. Sizda tovaringiz turibdi. O'shanda bir 6-7 million dollarlik tovarimiz turgan va uni biz foizlarini to'laymiz, banklardan kreditlar olganmiz va hokazo. Juda katta muammo bo'lganda menga. Va shunda bizada o'zi sherikchilik modelida bir nechta sheriklarimiz chiqib ketgan. Bo'ldi, taslim bo'lishgan, yo'q, qiziq emas. Obyektiv sabablari ham bo'lsa kerak. Shuning uchun men ularni haligacha do'stligimiz qolgan-ku, lekin biznes o'sha momentlarda chiqib ketadigan joylari bo'lishgan. Va o'shanda men bitta sherigim bilan qolganman-da, biz bir-birimizga shu juda chuqur o'tirib, shoshilmasdan muhokama qilganmiz. Nima qilamiz? Tashab ketsa bo'ladi, bankrot e'lon qilsa bo'ladi. Yo bo'ldi, majburiyatimizni bajarmaymiz desa bo'ladi. Lekin biz aytganmizki, yo resistance qilamiz, biz oxirigacha yetamiz deganmizda, 10 tacha kompaniyadan kesganmiz, optimizatsiya qilganmiz. Xodimlarimizni optimizatsiya qilganmiz, skladdagi narsalarni rasprodaja qilganmiz va 2 yil davomida tozalaganmiz. Va uni ichida muhim va eng qiyin joyi yangi proyekt boshlaganmiz, Team universiteti. Juda katta mas'uliyatli proyekt. Ya'ni bir tarafdan muammoli loyihalaringizni yopishingiz kerak. Ikkinchi tarafdan yangi proyektga sarmoya qilishingiz kerak. Ma'lumotingiz uchun shu universitetga 7 million dollar ishlatganmiz sheriklar bilan-da. Katta pul ketgan, yer sotib olganmiz, bino, dasturlar va hokazo. Xullas, mana shu 21, 22, 23 juda katta sikllardan o'tganmiz-da. Hozir qarasam, nahotki shu narsadan o'tganmiz deyman-da. Natijada haligi yopilgan kompaniyalarni sanab o'tdim-ku, bozorga kerak bo'lmagan, ularga o'sha ehtiyoj bo'lmagan, ularni hayotiy sikllari tugagan kompaniyalarni saralab, foyda keltirayotgan va kelajagi bor kompaniyalarni olib qo'yganmiz, в том числе shu universitet. Ularni yopganmiz va eng muhimi, insonga yoqadigan ish qilish kerak-ku. Men import-eksport operatsiyalaridan charchaganman. Xitoydan charchadim, o'zi borgim kelmaydi. Menga ko'proq qanaqadir shu ta'lim, servis ko'rsatish, boshqa mamlakatlarga chiqish qiziq bo'lganda, shuni ustida ishlashga tayyorligimni sezganman. Shuna natijasida 2023-yilgacha, mana shu 2 yil, 3 yil desam bo'ladi, juda katta challenge, испытание bo'lgan, lekin undan o'tib, yengillashib chiqqanman. Bizda taxminan 100 ta odam ishlardi 20-yil, 12 tacha kompaniya. 24-yilga qarasangiz, haligi asosiy kompaniyamda hozir 40 tacha odam ishlaydi, ya'ni
2 barobar kam. Lekin daromadi o'sha. Daromad bo'yicha hozir qaytib tiklanib oldik va bu katta proyektimizda hozir 60 tacha odam ishlaydi. 350 ta 400 ta talaba o'qiydi. Ya'ni mana shunaqa hozir natijadamiz. Zo'r. Qiziq bo'lyaptim. Zo'r. Hozir o'zi yoshlarda bitta narsa bor. Universitetga kiradi, universitetni bitiradi, qanaqadir pozitsiya oladi, keyin o'qimaydi. MBA o'qimaydi yoki sizga o'xshab Skolkovni o'qimaydi. Nimaga qaror qilasiz? Nimaga qarab qaror qilasiz? Yana o'qish kerakligini. Bilim yetmayotganligidanmi yoki atrofdagilar kelib biza mana bu o'qidik deysizmi, boshqalarning fikrini olasizmi? Shuni. Bu juda qiziq savol. Mana hech anaqa aniq javobim yo'q. Nimaga bir odamlarda o'qishga qiziqish doimiy ravishda ichidan programmasiga kiritilgan, bir xil odamlarga kiritilmagan. Ba'zilari boy, lekin qaysidir o'qish qo'ygan, davomiga o'qish qilgisi kelmaydi. Bir xillarda unchalik katta kapitali yo'q, lekin doimiy ravishda qiziqish bor bilimga. Bilmadim, bu yerda bir aniq pattern javobim yo'q, lekin o'zimni gapiradigan bo'lsam, menda haligi yoshlikdan prosta shu narsani ko'rganman. Namunam ota-onamiz, ayniqsa adamlarni juda talabchan bo'lganlar o'qishga. Aytardilarki, boshqa ota-onalar investitsiyani uyiga, mashinaga qilsa, menda uni imkoniyati yo'q. Men faqat sizlarni bilimingizga anaqa investitsiya qila olaman deb har doim ta'kidlardilar-da. Shuning uchun bizda ham shunaqa, oilamizda 3 ta qizim bor. Men ham xuddi shunaqa o'ylaymanki, meni majburiyatim ularni sarmoya, shu o'qishiga sarmoya qilish bilan tugaydi. U yog'iga ular o'zi eplash kerak. Men ularga na mashina, na uy, hech narsa qilish, men undan qaytanga ularga yomonlik qilgandek bo'lib qolaman. Chunki bu ularning vazifasi. Shuning uchun menda shunaqa bo'lganki, qatga yangi loyiha boshlasam, har doim sezaman, menga yangi bilim yetishmayapti va shu boshqa universitetlarga borganda yangi odamlar bilan tanishasiz-da, har doim. O'qish eng zo'r tarafi bilim olishdan tashqari yangi qiziqarli insonlar bilan tanishasiz va qizig'i ko'chada metroda ketayotganingizda yoki qayerdadir ishxonada ko'rishib qolsangiz, bunaqa u odamlar to'g'risida ma'lumot ola olmaysiz-da. O'qish rejimida yurganingizda bu odamlarni siz bilishga eng ideal imkoniyat. Chunki ular o'zlarining g'oyalari, orzu-havaslari bo'yicha metroda gapirmaydi-da o'tib ketayotgan odamga. Masalan, bunaqa o'quv markazida, Internationda yoki Tim universitetida shunaqa joylarda odamlar bir-birini saralab yaqin o'ziga g'oya bo'yicha, qadriyat bo'yicha yaqin insonlarni topish imkoniyati bo'ladi. Shuning uchun men doimiy ravishda shunaqa odamlarni izlayman. Hatto o'zim men introvertman, ya'ni unaqa har kuni hamma bilan gaplashishga kim kelmasa ham, lekin shunaqa odamlarga intilaman. Misol uchun hozir o'zimga yangi marra qo'ydim, doktorantura qilish Yevropada. Va o'yladim, qayerda qilsam ekan deb. Mana Moskvada o'qidim, Amerikada o'qiganman, Buyuk Britaniyada o'qiganman. Har xil mamlakatlarda qisqa dasturlar qilganman. Endi o'yladimki, Yevropa biznes maktablarini ko'raman ichidan deb hozir bir nechta universitetga hujjatlarimni topshirganman. U ham davomli bir 3 yil davom etadigan o'qish, lekin borib kelib yuraman-da doktoranturaga, shunaqa variant. Menimcha birinchi o'sha O'zbekistonda biznes bo'yicha podkast deydimmi yoki teleshowmi, bu o'sha biznes laboratoriya bo'lgan, Moverda qo'yilardi. Oldin Mover degan sayt bo'lardi, tasdiqda ishlaydigan. O'shanda men ko'rardim, boshqa yo'q edi. Keyin mana yangi loyiha ochildi. Nima sabab bo'lgan o'sha paytda shu loyihani ochish va hozir yana qayta boshqacha ko'rinishda ochish? Mana bizani televideniyani kim ko'radi? Xuddi shunaqa deb o'ylardim. Hech kim ko'rmaydi. Bizda juda zerikarli mahalliy kontent, juda katta muammo deb o'ylayman. 90-yillarda ham, 2000-chi umuman nerelevantniydi. Va boshqa tarafdan qiziqasiz, to'g'rimi? Dunyoda nima bo'lyapti, qanaqa yangiliklar bor. Men ko'rardim, Moskvada anaqa bo'lardi. Biznes sekreti s Olegom Tinkovim degan anaqa paydo. Kim ko'rganmi yo'qmi? Bizani yoshligimizda 25-28 yoshimda juda qiziqib qolganman. Oleg Tinkov, eshitganmisizlar Oleg Tinkovni? Tinkov bank ochgan, undan oldin boshqa narsalar qilgan. Shu odam qilgan. Odamlarni chaqirardi-da, xuddi shunaqa. Va juda norasmiy gaplashardi. Ayab o'tirmasdi, bor dangal gaplarni gapirardi. Chiroyli bo'lib o'tirishga qo'y bermasdi-da, mehmon. Rosa savol ostiga qo'yardi. Men o'ylaganmanki, intervyu janri bor. Hozir qilayotgan narsa juda ko'p qirrali narsa.
Chunki intervyu janrida siz qahramonni har xil taraflarini ocha olasizda. Mana bir payt tarixdan bilasizlar, radio paydo bo'lgan, yangi ixtiro bo'lgan, innovatsiya, radio, wow, 100 yillab oldin. Keyin televideniya paydo bo'ldi. Undan oldin gazetalar bo'lardi. Odamlar o'ylaganki, endi ani o'ladi, mana o'ladi. Qarasangiz, har bitta shunaqa yangi ommaviy axborot vositalari paydo bo'lganda, ilgaridagilari ham rivojlangan, lekin baribir video kontent eng qiziqarlida. Chunki u odamni e'tiborini doimiy ravishda tortib turadi. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, video, intervyu va biznes. Mana shu narsalar birlashgan bitta joyda men uchun. Intervyu bunaqani ko'rganimda, Tinkoff'ni yana bir ikkita qiziqarli xalqaro loyihalarni ko'rganda. Keyin sayohatga chiqqanmiz. Amerikaga 2015-yil bir guruh tadbirkorlarni men olib chiqqanman. Shunaqa hobbim bo'lardi va biznes proyektim bo'lardi. Biznes delegatsiyalarni chet elga olib chiqardim. O'zimga ham qiziq, ularga ham qiziq, ham keyin biznesga ham aylantirardik-da. Bir kun anaqani olib ketdim. Suren degan yigit bor. Gazeta o'zi bilasizlar? Gazeta o'zi asoschisi-da, u Suren degan yigit. O'sha bilan tanishib qoldik. U aytdiki, "Men siz bilan birga bormoqchiman" dedi. Olib ketdim, qarasam juda zo'r hamsuhbat bola ekan. Keyin shu aytdi, "Davay Hikmat" dedi, "birga qilamiz. Menda gazeta o'z bor. Senda biznesni tushunish bor, chet elda o'qigansan. Birgalashib intervyu qilamiz" dedi. Keyin boshida audio podkastlar yozdik. O'sha Kremniy vodiysiga borganda, shu Stanford, boshqa joylarga bordik-da. Keyin shu narsa hobbiga aylandi. Mo'viruz ham uniki, Surenniki edi. O'sha loyiha. O'zi aytishnikda. Keyin Arsen degan bolani oldik, u ham mashinaga entertainment yo'nalishida ishlaydi. Mashina qilib shu video format intervyu olishga qiziqib qoldim. To'g'risini aytaman, rus tili menda asosiy tili edi va haligacha rus tili menda qanaqadir fikrlash tilim, lekin oxirgi payt ko'rvasizlar harakat qilaman o'zbek tilida gapirishga. Va shuning uchun fikr yetakchilariga o'tdikki, o'zbek kontentini yaratish bo'yicha. Lazzaga shu do'stimiz bilan bor, ikkalamiz shu davom ettiramiz hozir. Necha yoshingizda birinchi muvaffaqiyatga erishgansiz? Va ikkinchi savolim, hozirgi asosiy yo'nalishingiz va kelajakdagi rejalaringiz? Birinchi men qilgan muvaffaqiyatim yaxshi insonga uylanganman. Albatta ham hazil, ham chin, chunki hayotda muvaffaqiyat nimaligini hamma o'zi uchun belgilaydi. Misol uchun kimdir aytadiki, yaxshi sherik topsa hayotda, biznes sherik bo'lishi mumkin, turmush o'rtog'i bo'lishi mumkin. Eng katta muvaffaqiyat shu bo'lishi mumkin. Chunki siz shuni asosida keyin o'zingizning strategiyangizni birgalashib qilasiz shu inson bilan. Kimdir aytadiki, men birinchi topgan pulim muvaffaqiyat deydi, ya'ni moddiy muvaffaqiyat. Agar uni aytadigan bo'lsak, shu 25-26 yoshlarda endi qanaqadir katta loyihani qilib, shuni monetizatsiya, hozirgi tilda aytsa, monetizatsiya qilishni o'rganib olganman. Va 30 yoshimda uje menda o'sha hozirgi KPI'lar bor-ku, mashina, uy, tam tachka, kvartira deydi-ku. Shularga erishganman. 30 atrofida uje menda qanaqadir u narsa to'g'risida moddiy indikator bo'lgan, shu men to'g'ri yo'lda ketyapman. Shuning uchun har xil o'lchamlar bor muvaffaqiyatni. Menimcha puldan ko'ra haligi yo'ldosh, o'zingizga yaxshi yo'ldosh, hamrohlarni topish juda muhim. Biznesdagi sherigim bilan hozir qancha yil bo'lyapti? Demak, 20 yildan beri birgamiz. Tasavvur qiling, biznes partnyoringiz bilan 20 yildan beri yuribsiz va bir-biringizni joningizga tegmadingiz hali. Hazillashib aytamiz bir-birimizga, chunki u biz universitetda o'qiganmiz. Mana universitetning yana bitta muhim narsasi, siz o'sha yerda biznes partnyor topasiz. Men o'sha universitetimda 4 yil bitta partada, bitta sinfda o'qigan yigit bilan biznes qilganman. Demak, hozir 29 yildan beri birgamiz. Bir xil payt aytamiz, hali ham bir-birimizdan jonimizga tegmadikmi? Nahotki seni 20 shuncha yildan beri chidab yuribman deb hazillashib qo'yamiz. Lekin biznes hali ham ketyapti. Turmush qurganimga ham 21 yil bo'layotgan ekan. Ya'ni mana ko'ryapsizmi, muvaffaqiyat har xil tarafdan qarasa bo'ladi. Ikkinchi savolingiz, kelajakka rejalarim. Qarang, 20-30 yoshlarda maqsad qo'yish mavzulariga rosa qiziqardim. Hozir g'alati bo'lsa kerak, g'alati eshitilishi mumkin. Maqsad degan mavzu menga unchalik qiziq emas. Menga ko'proq jarayon qiyin, qiziq.
Nima degani? Jarayon qiziq deganda to'g'ri muhit, to'g'ri insonlar atrofingizda, to'g'ri g'oyalar. Agar shular bilan o'zimni shu ushlab tursam, ma'lum bir mavqeda, miqyosda ushlab turibman va shuni o'zi menga maqsadlarni o'zi belgilab beryapti-da. Ya'ni qanaqadir metrikalar bor. Aytaylik, coworkinglarning sonini hozir mana 4-sini ochyapmiz. 30-yilgacha 10 taga olib chiqamiz coworkinglar. Okey, bu maqsadmi? Maqsad. Lekin menga ko'proq to'g'ri jarayonni tashkil qilib olsam, to'g'ri sheriklar bilan o'sha narsa o'zi kerakli manzilga yetkazib berishini hozir tushunyapman. Shuning uchun maqsad hozir vaqtimni to'g'ri boshqarish bo'lyapti. Masalan, bir sutkada 24 soat bor, to'g'rimi? Hali o'zgarish bo'lmadi-yu. Shuni to'g'ri boshqara olsam, sport, kitob o'qish, bolalarim bilan vaqt o'tkazish, ishxonam, mana shu menga ideal narsa. Agar jadvalim to'g'ri ketsa, qolgan narsalar muammo emas. Boya aytib o'tdingiz, ko'plab davlatlarda sayohat qilganman deb, o'sha sayohatingiz davomida o'zingiz yo'nalishingiz uchun eng foydali va eng kerakli bo'lgan olgan narsangiz nima bo'lgan? Ha, to'g'ri, sayohatlarni eng katta foydalaridan biri dunyoda hali bizda yo'q, lekin dunyoda bor, shu narsalar ikkita nuqtani birlashtirish imkoniyati bo'ladi sizda. Men doimiy ravishda chet elga chiqqaningizda, chetga chiqqanmisizlar, qo'linglarni ko'taringlar, kim chet elda bo'lgan? Ha, yaxshi, demak sayohat. Bu Antaliya emas, Dubay emas. Chunki bular hisob emas, xafa bo'lmanglar. Antaliyaga borib keldim 2 hafta ota-onam bilan. U yerda hazillashyapman, u yerda ham bilim bor, lekin u yerda bilim juda kam, to'g'risi. Passiv dam olish, mana qilib yotasiz. Unaqa katta foydasi yo'q. Undan ko'ra shu pulni qo'shni mamlakatlarga, Chimkent, Almata, Bishkek, mana shu joylarga chiqib kelsangiz ham ancha foydaliroq. Shu boshqa aytaylik, shu Istanbul, albatta London yoki qanchalik ko'proq qiziqarli joylarga maqsad bilan bora olsanglar, ko'rgazma, Model United Nations bo'ladimi? Borasizlarmi? MUN ni bilasizlarmi? Nimaligini? Modelion. Hamma bilmaydi-a? 2 og'iz aytib beraymi nimaligini? Modelion bu debatli format, lekin eng qiziq tarafi MUN bilan chet elga chiqib, boshqa xalqaro MUN chempionatlarida qatnasha olasizlar. Sizlarning yoshingizda ota-onadan ruxsat olish eng asosiy muammo, to'g'rimi? Ada, opa, meni chet elga qo'yib yuboring desa, nima qilasan degan birinchi savol. Mana shu narsa uchun eng zo'r narsa, zo'r atmaska deydi-yu. Eng zo'r sabab o'sha MUN orqali yaxshi insonlar bilan tanishish imkoniyatingiz bo'ladi. Bunga o'xshagan dasturlar ko'p, prosta shu eng ommalashgan narsa. Har gal chetga chiqqanimda yangi g'oyalarni ko'rib, mana shuga tatbiq qilishga harakat qilaman. Bu o'sha Londonga borganimda haligi aytganimdek birinchi inspiration kelgan. Biznes nuqtai nazardan, masalan, biz San Diegoga borganmiz. San Diego Kaliforniyada joylashgan. Birinchi marta bizani mehmonga taklif qilishganda, biz o'ylaganmiz ofisga taklif qilsa kerak, o'zining ofisiga deb o'ylaganmiz kompaniya. Bizani qanaqadir g'alati mana shunaqa open space ga taklif qilishgan, men tushunmaganman. Bu 2016-yil bo'layotgan gap. Demak, mana salkam 10 yil. Bilsak, o'sha coworking ekan bu, coworking modeli. Qarasak, har xil odamlar yuribdi, qiziq, hammasi prikolni kiyib olgan, hipsterskiy kofilar ichib yurishibdi, qiziqarli. O'sha yerda yurgingiz keladi-da. Masalan, bo'lmasam hamma bir-biriga o'ziga ishlaydi. Ya'ni bitta katta rahbari tegida yurgan odamlar emas. Shunaqa muhitga tushib qolganmizda, bizda bitta xona bo'lgan, 500 kvadratli etajimiz bo'lardi o'sha biznes markazimizda. Nima qilishni bilmay yurdik. Va o'shanda mana shunaqa coworking markazini ilk bor O'zbekistonga biz qurganmiz. O'sha Ground Zero deb nomlaganmiz. Chunki podval edi, shu podval keyin Ground Zero bo'lib ommalashgan. Mana bu yaqqol misollardan chet elga chiqib, qanaqadir muhit, o'shani ko'rganmiz, qanaqa ishlashini ko'rganmiz, keyin o'rgansak, shu narsa ekan. Shunga o'xshagan keyin ko'p g'oyalar bo'lgan safarlar davomida. Mani savolim startap boshlab investitsiya olish haqida bermoqchi edim. Hozirda dasturchi sifatida, masalan, startap boshlasa, foydalanuvchilar soni nechtaga yetish kerak investitsiya qabul qilish uchun birinchi boshida investitsiya qabul qilish uchun? Endi qarang, investitsiyalarning har xil turlari bor, bilasizlar. Misol uchun investitsiyaning eng ilk bor stadiyasida uni seed deydi, bilasizlarmi? Seed financing deydi. Ya'ni urug'larga o'xshab, daraxtlarga
daraxt o'sib chiqish uchun birdaniga daraxt paydo bo'lmaydi-yu, kichkina narsadan boshlaysiz. O'sha urug'ga demak gullab chiqish uchun seed financing deyiladi bu narsa. O'sha urug'ini ekish uchun katta pul kerak emas va juda katta MVP ham shart emas. Urug' darajasida sarmoya qidirayotgan bo'lsangiz, endi O'zbekiston miqyosida biz bu narsani 5 ming, 10 ming dollar, 15 ming dollar atrofidagi pul to'g'risida gapiryapmiz. Bu pullarni nisbatan berishga odamlar qiynalmaydi. To'g'rimi, yo'qmi? Ya'ni katta pul emas-da nisbatan. Bu pulni olish uchun siz o'zingizda qanaqadir track bo'lish kerak, ya'ni o'zingizda qanaqadir background, qayerda o'qigansiz, kimlarni bilasiz, nima bor rezyumengizda, qanaqadir stajirovkalar bo'lish kerak. Sizni yoshingiz aytaylik 20 bilan 30 orasida sizda qanaqadir track bor. Track history deydi bu narsani. Ya'ni sizda o'zi qanaqadir kichkina bo'lsa ham background bor. Sizga 5 ming dollar ishonadimi, yo'qmi o'sha investor? Mana men juri bo'ldim. President Tech Award deganni eshitganmisizlar? Eshitmaganmisizlar? Kim eshitmagan? President Tech Award. Eshitmaganlar bor, ko'p. Masalan, qiziqda, mana O'zbekistonda bu shunaqa loyihalar borligini men ham bilmovdim. Sizlar ham mana endi eshityapsizlar. Qarangki, o'sha yerda qancha edi prizovoy fondi? Adashmasam, qancha? Kim esida yo'qmi? 1 million dollar adashmasam. Ya'ni bo'lib berishyapti. 50 ming, 100 ming qilib berishyapti-da. Katta pul O'zbekiston uchun, to'g'rimi? Mana shu narsani qilishyapti. Mana prezident tashabbusi ekan. IT parkka bilasizlar? O'sha yerda juriyda qatnashdim va biz jamoalar bilan ularni baholadik. Juda qiziqarli bolalar, yangi g'oyalar bilan kelishdi. 10 ming, 20 ming, 30 ming dollarlab pul berishdi ularga. Mana sizga misol. Ya'ni shunaqa imkoniyatlar hozir bor. Aloqa Ventures bor, eshitganmisizlar? Aloqa Ventures degan anaqa bor, venture kompaniya. Keyin Plug and Play bor, eshitganmisizlar yo'qmi? Plug and Play, IT Park o'zi, universitetlarni o'zi pul beryapti. Ya'ni sizlar agar startaplarga qiziqayotgan bo'lsanglar, men sizlarga tavsiya qilaman. Universitetlarni veb-saytlariga kirib qaranglar. Mana bizda ham bor. Mana bizning universitet har yili 1000 dollar, 2000 dollar pul beramiz, to'g'rimi? Voyir? Mana rasm. Mana shunaqa sertifikatlar beramiz. Ya'ni hatto bizning universitet Team universiteti ham beradi, IT Park beradi. Sizlardan nima kutiladi? Zo'r g'oya va jamoa. Siz jamoa yig'a oldingizmi, yo'qmi? Agar siz jamoa yig'a olmasangiz, bizda naryoqda tursin, 3-4 ta o'rtog'ingizni shu narsaga ko'ndira olmasangiz, kim sizga pul beradi degan savol. Shuning uchun eng boshlang'ich etapda sizdan kutiladigan narsa g'oyaga ishonishingiz, qanaqadir research qilgansiz, shunga qanaqadir struktura bergansiz, moliyaviy metrikasi, g'oya, kim bilan ishlamoqchisiz, nima produktga yaratmoqchisiz va yaxshi kuchli jamoa yig'a olishingiz. Endi iloji bo'lsa, mana bekorga internationsda o'tirganimiz yo'q, ingliz tilini bilishingiz kerak. Chunki xalqaro bozorga siz ingliz tilisiz imkoniyati yo'q. O'sha President Tech Awarddan misol keltiraman. Qiziq holat, biznes egalari o'tiribdi-da, o'sha g'oyani founderi. Anaqasi o'tiribdi, aytishnika. Aytishnik ingliz tilida prezentatsiya qilyapti-da, lekin aytishnik biznesini tushunmaydi-yu. Founder inglizcha gapira olmayapti. Biz bu yoqda o'tiribmiz, Google ex employees, Google'da ishlagan odamman, yana bitta yaxshi ekspert. Savol beryapmiz, javob bera olmayapti-da, jamoa bo'lib. Ya'ni qarangki, ingliz tilining muhimligini shu yerda ko'rasiz. O'zingizni g'oyangizni bemalol gapira olmasangiz, pitch qila olmasangiz, qanaqa startap yoki qanaqa xalqaro bozor to'g'risida gapirish mumkin. Shuning uchun sizlar to'g'ri joyda o'qiyapsizlar. Ingliz tilini juda muhim bilish. Qaysi universitetga kirishingizdan qat'iy nazar, qaysi fakultetlarga kirishingizdan qat'iy nazar ingliz tilini bilishinglar shart. Chunki biza bir narsani eslab olinglar, juda muhim. O'zbekiston katta mamlakatmi, kichkina mamlakatmi? O'rtancha. Endi men iqtisodiyot nuqtai nazaridan gapiryapman. Iqtisodiyot nuqtai nazaridan dunyoni yalpi ichki mahsulot, eshitganmisizlar shunaqa iborani? Yalpi ichki mahsulot VVP deydi. Qancha foizini tashkil qilamiz? Takliflar, fikrlar bormi? Yo'qmi? 1% ni ham taklif biza demak chiqmaydi. 1% ham 0.2 bo'lishi mumkin. Ya'ni biz juda kichkina iqtisodmiz. Dunyo bo'yicha endi obyektiv baho berish kerak-da. Ya'ni bizani yoshlar bir narsaga erishmoqchi bo'lsak,
xohlaymizmi yo'qmi tashqariga chiqishimiz kerak. O'zimizni ichimizda o'tiraversak, mana shunaqa bir 3-chi qanaqadir pog'onadagi, ya'ni oxirgi eshelonda yuradigan mamlakat bo'lib qolib ketaveramiz. Bizani ma'lumotinglar uchun mana yalpi ichki mahsulot iqtisodchi sifatida aytaman, qancha deb o'ylaysizlar yiliga, qancha daromad bizda? Biznesga qiziqadiganlar bilish kerak bu narsani. Yalpi ichki mahsulot VVP. Bundan boshqa $138 $138 oyiga. Yillik hisoblasak, odatda yilda aytiladi, $2,500 atrofida. Ko'pmi bu, kammi? Masalan, Yevropa mamlakatlarida qancha? 50-60 ming dollar. Mana. Qo'shni Qozog'istonda $10,000, ma'lumotingiz uchun. Qo'shni Qozog'istonda bizdan 4-5 karra ko'p. Ya'ni biz hali iqtisodiy salohiyatimizni to'la-to'kis ochib olmadikda, shuning uchun biz xohlaymizmi yo'qmi tashqi dunyoga chiqib, tashqaridan o'sha bilimlarni, texnologiyalarni, boyliklarni olib kirishimiz kerak. Shuning uchun biz xohlaymizmi yo'qmi tashqi dunyoga qarashimiz kerak va bu uchun ingliz tilini bilishimiz shart. Ya'ni oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, mana bizani qiladigan ishimiz tashqaridagi imkoniyatlarni bu yoqqa olib kelish, chet elga chiqqanda kuchli kompaniyalarda ishlashga imkoniyat boricha o'sha yerda qolib ishlash, keyin o'sha bilimlarni bu yoqqa olib kelish. Bu juda muhim bizani iqtisod sifatida rivojlanishimizga. Hozirgi kunda o'sha O'zbekistonda bizneslar har xil turlari ko'payyapti. Bu raqobatni oshiradi. Keyin yangi biznesmenlarga bu ozgina qiyinchilik bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'sha yangi biznesmenlar qaysi sohadan boshlaganda o'shanga muvaffaqiyatga erishish darajasi balandroq bo'ladi. Xo'p, boshqa so'zlar bilan aytsa, siz aytyapsizki, qaysi biznes yo'nalish tanlashimiz kerak, deyapsiz-da. Yangi biznes ochmoqchi bo'lsak, qaysi yo'nalishda qilaylik, deyapsiz, to'g'rimi? Endi qarang, bu yerda juda bir anaqa bor-da, qiziq bog'liqlik bor. Biz o'ylaymizki, raqobat yo'q joyga kirish kerak deb o'ylaymiz-da, xayolimizda. Chunki o'sha yerda osonroq boshlaymiz deb. Bu yerda counter intuitive deydi-yu, ya'ni bu yerda teskari ishlaydi. Raqobat bor joyga sakrash kerak va o'sha yerda odatda pul bo'ladi-da. O'sha yerda siz raqobat ichida yana ham qanaqadir yutuqqa erishishga imkoniyatingiz bo'lishi mumkin. Sizlarni yoshingizda, sizlarni hozirgi holatingizda men aytardimki, haligi gap katta pul kerak emas, ya'ni siz kuchli tarafingiz nimada? Mana o'zingizlar o'ylab ko'ringlar, nimada sizlarning kuchli tarafinglar? Yoshlarni. Pulinglar ko'pmi? Pulinglar menimcha ko'p emas, to'g'rimi? O'zingizlarni, adinglarni, opinglarni puli bo'lishi mumkin, lekin sizlarning pulinglar emas-da. Sizlarda hali deyarli 0 atrofidasizlar. Pul nuqtai nazaridan. Hali daromadingiz yo'q. Nimalar bor? Qanaqa bilimingiz bor? Ingliz tilida muloqot. Chet tilida muloqot. To'g'ri. Tilni o'rganish va tilda sizlarda advantage deydi-yu ingliz tilida, comparative advantage, ya'ni nisbiy ustunlik bor sizda. Qaysidir biringlar yaxshi, o'sha qanaqadir fluent bilasizlar, qaysidir biringlar endi o'rganyapsizlar, lekin boshqalarga nisbatan sizlar hali demak tilda yana nima kuchli tarafinglar bor? Ya'ni vaqtinglar ko'proq. Sizlarning soatingizda 24 soat emas, ko'proq, shunaqami? Qaysi ma'noda? Tajriba ko'proq olamiz. Da, sizlar hali tajribangiz bo'lmasa ham, lekin vaqtinglar bor. To'g'ri aytdingiz, hazillashdim prosta, lekin to'g'ri. Sizlarning hali resurs, inson resursinglar ko'p-da hali. Yana nimalar bor? Potensial. O'zbeklarning eng yaxshi ko'rgan so'zi, bizning salohiyatimiz katta. To'g'ri? Energiya. Nima, ya'ni kuch-quvvatinglar ko'p, ambitsiyanglar bor, to'ppa-to'g'ri. Ya'ni sizlarda mana agar realni diagnostika qilsangiz o'zingizni boshqalarga qaraganda, sizlarda imkoniyat bor, salohiyat bor, kuch bor, hali sizlarda ambitsiya bor, hali qo'lingizga tushib ketmaganda, qo'rqmaysizlar hali. Xato qilishdan qo'rqmaysizlar. Mana shu imkoniyatlarni ishlatishinglar kerak. Xullas, yangi biznes qilayotganda. Mana capital intensive business degan iborani eshitganmisizlar? Ko'p kapital talab qiladigan bizneslar bor. Sanab o'tinglar menga. Qaysi bizneslarda ko'p pul kerak? Zavod ochish, yana nima? Educationda ko'p pul kerakmi? Menimcha unchalik emas, chunki u yerda katta stanok turgani yo'q, bino qurishingiz shart emas. Ijaraga olib kirsangiz bo'ladi. Kichkina onlayn bilan boshlasangiz bo'ladi yo'nalishda. IT capital intensive emas-da.
Ya'ni capital intensive bu developersga biznes. Bino qurish, most qurish, ishlab chiqarish. Bular capital intensive business deyiladi. Biznes bo'linadi. Capital intensive bor и anaqa bor. Masalanda, soответственно, kamroq pul talab qiladigan bizneslar bor, da. Ko'proq human capitalga bog'liq bo'lgan. Meditsina asosan capital intensive, chunki katta uskuna olib kelishingiz kerak, MRT apparat, diagnostika $500,000, $1 million turadi. Ya'ni meni tavsiyam umumiyroq, balkim bilmadim qanchalik sizlarga foydam yo'q, lekin men aytardimki, pul talab qilmaydigan va entry barrier deydi buni biznes tilida, entry barrier past bo'lgan bizneslarga kirishingiz kerak. Ya'ni kirish qiyin bo'lmagan yo'nalishlarda boshlab ko'rishingiz kerak. Shu orqali yutuqqa erishish imkoniyatingiz ko'proq. Qanchalik bilmadim, savolingizga javob bera oldimmi yo'qmi, lekin harakat qildim. International nomidan bizda kichkina tuhfamiz bor. Siz sayohat qilishni yaxshi ko'rasiz. Bu dunyo xaritasi, xudo xolasa ofisga yoki uyga bemalol qo'yib o'rnatsa bo'ladi. Xudo xolasa zo'r chiqadi. Ruxsat bersanglar, bizda ham bir ikkita anaqalarimiz bor. Odatda shunaqa narsa borki, qiziqarli savollarni egasiga, demak, sovg'a berish har doim qiyin bu masala, chunki savollar ko'p, qiziqarli, lekin tanlash kerak. Xo'p, unda menimcha sizni tanlaymiz. Sizga bitta sovg'amiz, marhamat. Men endi gender balance deydi-yu, qizlarimizdan kimlar savol berdi? Qizlardan kim savol berdi? Qo'linglarni ko'taringlar. Siz savol berdingiz-a? Javob berdim. Mayli. Aktiv qatnashganingiz uchun marhamat. Sizga ham omad, o'qishlaringizda omad, taklif qilganingiz uchun rahmat. Sizlarga ham qilayotgan ishingizda omad tilayman.